Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlar. Biz hozir Amsterdam Dam meydanida Finlandiyadan erkinlik karvanining yo'lboshchisi bo'lgan Xolmuratni mishar kutib oldik. Hozir Xolmurat Amsterdamga yetib keldi. Xolmuratningki Uyg'urlarningki beshik kelgan zulmatni Xitoy tajovuzda sharqatlar qirg'inchilikda o'zining oilasiga beshigan qismatdan birlashtirish orqali dunyoga jakolab yangi bir sahifani ochdi. Hem bu sahifega inşallah bütün Avrupa'nı kesmekçi biz bununla qo'llash yuzidan bugun biz Amsterdamda namoyish o'rinlashtirdik. Rahmat Xolmurat Uyg'urlarningki erkaklar xos jasoratda o'tirib sakrab chiqib Uyg'ur tarixida chet elda yana bir yangi bir tashviqot qilishni boshladingiz. Buningdan hammamiz qildik. Yemak yeyish jarayonida büyük zulmatlardan bo'layotganligini bo'g'itish asosiy maqsad qilaman. Mush sabab bilan men tunugimizni qarshi olgan qarindoshlar olsun yoki qolsa undan burun bizni boshqa davlatlarda qarshilab shu faoliyatlarni o'rlashtirgan qarindoshlarga bu yerda yana bir qatim rahmatimni aytaman va bu yerdagi mush faoliyatlarni o'rlashtirgan va bilan kafagan qarindoshlarga rahmatimni aytaman. Rahmat. Doktor Besit yaptınız. Besit. Besit.